YouTube platformasidan ko'rib, videolarimizni yoqtirib, shu darvozamizni tanladilar. Assalomu alaykum, bizni YouTube platformasidan tomosha qilayotgan hurmatli obunachilarimiz, navbatdagi high-tech fason darvozamizni Farg'ona viloyati Qorasoqol qishlog'iga olib kelib o'rnatib berdik. Darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, yondorlari 8 ga 6 1,5 stenada bo'lgan, taglari shviller bo'lgan, ichki profil to'qimalari 6 ga 4 1,5 stenada bo'lgan. Bezak sifatida nerjinkalardan foydalanganmiz. Darvozamizning eng ahamiyat beradigan joylaridan yana biri zamoklar bo'ladi. Yosh kattalar ham, yosh kichiklar ham bemalol ochib yopishlari mumkin. Zakasni qilib teva qismiga lazerdan hoshiya qilib berganmiz. Havo aylanmasi bo'lishi uchun. Xohlovchilar uchun bekitib berishimiz ham mumkin. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha dastavka uстановkalar mutlaqo bepul bo'ladi. Qoraqalpog'iston viloyati kelishilgan holatda. Akamiz bizni videolarimizni YouTube orqali ko'rdilar va shu darvozani tanlab zakaz berdilar. Musofirdagi akalarimiz ham bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Xudo xolasa idealniy sifatli qilib tayyorlab beramiz.